Koreya mashina bozori. Bu yerda narxlar ozgina qimmat bo'lishi mumkin. Tak O'zbekiston uchun qimmat emas, Koreya ichiga ozgina solig'i nisbatan qimmat bo'lishi mumkin. Atak O'zbekiston uchun yaxshi variantlar chiqadi bu yerda ham. Premium qator. BMW 520D. Buni narxini ham qo'ymabdi. Sotilmaydi ham shekilli. Tek qolganlari hammasida ko'pida narxi bor. Ko'pida narxi bor. Hozir sekin-sekin ko'rib boramiz. Porter eski variant 2009 ekan. 313 ming yurgan. 4.600.000 qiziqqanlar telefon qilaverasizlar koreyanchidagilar. 4.600.000 примерно bo'ladi $3,000 dan oshadi. 3.100 ga borib qoladi. Hop. Kia K5 2021-yil 38.000 yurgan. Narxi 27 million. Примерно $18,000, $17,000-18,000. Mana shu holatda mashina. Kia K5 2021-yil holatda. To'g'ri restoring bo'lishi kerak bu. Yangilar restoring holatda mashina qulflagan. Hop, keyingilarga o'tsak. Bu yoqda Genesislar. O'zbekistonga proxodlar emas bular. Hop, mana bu Genesis G80 21-yil 38 million 92 ming yurgan. 38 million. Bunda примерно $25,000, $26,000. Genesis G80. Yurgan sal ko'p ekan, bu ham O'zbekistonga не проходной. Kirgizsa ham bo'ladi. Alinaqasi qimmat chiqadi. Hop, rastamashga qimmat chiqadi mashinaga.